Sizlar kutgan makiyaj videoni boshlaymiz. Qizlar, bez makiyajman. Qoshim rastushofka qilingan, qolgan hamma joy tabiiy. Xo'p, tonalka surib olamiz. Bilan bu konsiler ichida qolmagan narsasi. O'shani tonalkaga botiraman deb qoshimni tegini bundoq ajratib olaman. Чтобы qoshim adilyatsiya qilish uchun birinchi boshda mana shunaqa surib olaman. Keyin уже sponjik bilan hammasini yayrataman. Mana qiziljonlar rux 5-13 ga o'xshab qoldim. Chunki o'zimning rangimga qaraganda oqroq surdim. Chunki meni pudram qora rang. Meni rangim непонятливый rang. Qoramanmi, oqmanmi bilolmayman. Men qoramanmi? Men oqmanmi bilmiyorum. O'shaning uchun bitta oq mana bu matviy Too Faced tonalkasini va Forever qora rang tonalkasini aralashtirib suraman. Ikkalasi ham plotniy etib qo'ying. Men yuzim уже plotniy makiyajga o'rgangan. Nежный tonalka suradiganlar buni ko'tara olmaydi. Bu prям ugridan qolgan dog' hamma narsani yopadigan. Pasinevkaga bo'lmaydi, lekin men pasinevkaga shuni ishlatib beraman, chunki plotniy bo'lmagan tonalka meni ugridan qolgan dog'larim yopib bera olmaydi. Bolanglar mana shu ikkalasidan aralashtirib suraman, chunki meni rangim mulatka rangda. O'layga qiynalib ketdim bunaqa video olishga, birinchi marta olishim. O'shaning uchun olmaymandirdim mana shu makiyaj qilishimni. Вообще tayyorgarlik ko'rmaganman, shuning uchun besporядоklarimga e'tibor qilmaysizlar. Mana shunaqa ingichka kistочка bilan